Respublikamizda so'nggi yillarda dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika muomalasini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu bilan birga farmatsevtika sohasini isloh qilish, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash, dorixonalar faoliyatini tartibga solish talab etilmoqda. Aholini sifati, xavfsizligi va samaradorligi kafolatlangan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika bilan ta'minlash borasida qilinayotgan ishlar haqida navbatdagi lavhamizda. Farmatsevtika sohasi iqtisodiy o'sish va aholi salomatligini ta'minlashda muhim strategik tarmoq hisoblanadi. Shu bois so'nggi yillarda mamlakatimizda mazkur sohani rivojlantirishga qaratilgan tizimli va izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Eng avvalo tizimda huquqiy me'yoriy baza tubdan takomillashtirilib, dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish, narxlarni tartibga solish, klinik tadqiqotlarni amalga oshirish hamda sifat nazorati bo'yicha xalqaro standartlarga mos mexanizmlar joriy etilmoqda. Bundan tashqari mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-yanvardagi 13-sonli farmoniga ko'ra, sohada farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun xomashyo materiallar import qilishda bojxona bojlariga bo'lgan imtiyozdan 2028-yil muddatgacha uzaytirilishi sohani rivojlantirishga berilayotgan e'tiborni yana bir e'tirofi sifatida ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, sohani rivojlantirish maqsadida xalqaro xorijiy standartlarni joriy qilish bo'yicha ham juda ham ko'plab ishlar olib borilmoqda. Xususan, Euro-GMP talablariga moslashtirish bo'yicha korxonalar bilan yaqindan ishlar olib borilib, xorijdan konsultantlar jalb qilish, xorijiy korxonalar bilan tajriba almashish sohasida ko'plab hamkorliklar yo'lga qo'yilgan. Davlatimiz rahbarining sohaga berilayotgan e'tibori, imtiyozlar va imkoniyatlar tufayli sohada xorijiy va mahalliy investorlarning soni, ishlab chiqarish hajmi va eksport ko'rsatkichlari ortib bormoqda. 2023-yilda tashkil etilgan tibbiyot jihozlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan mana bu korxona ham qisqa muddat ichida katta hajmda mahsulot ishlab chiqarishga erishdi. Hozirgi kunda korxonamizda 750 ta ishchi xodim ishlaydi. Yil yakuniga qadar qolgan loyihalarimiz to'liq ishga tushirilganda 1050 ta ish o'rni bilan ta'minlanadi. Korxonamizda hozirgi kunda 70 xil turdagi dori vositalar ishlab chiqariladi. Korxonamizning asosiy maqsadi aholimizga sifatli, arzon dori vosita va import o'rnini bosuvchi dori vositalar ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Korxonamiz hozirgi kunda Gruziya va Tojikiston Respublikasiga eksport qilinmoqda. Kelajakda Turkiya, Afg'oniston va Yaman davlatlariga eksport qilish ishlari bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Korxonamizda hozir ishlab chiqarilgan dori vositalari hammasi GMP standartlarga mos ravishda ishlab chiqariladi. Korxonamizda hozirgi kunda 5 ta ishlab chiqarish liniyalari mavjud bo'lib, yil yakuniga qadar bu liniyalar 9 taga yetkaziladi. Korxonamiz 2023-yil 7-aprelda hurmatli prezidentimiz tomonidan onlayn tarzda ochib berilgan. 2025-yil 4-dekabrda o'zlari tashrif buyurdi korxonamizga. Korxonamizga yana rejalarni kengaytirish, boshqa ishlab chiqarish maqsadida korxonamizga 15 gektar yer maydoni ajratib berdi kelajakdagi loyihalarimiz uchun. Korxona yil so'ngiga qadar 200 turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni reja qilmoqda. Farmatsevtika sohasida amalga oshirilayotgan bunday islohotlar tarmoqning barqaror rivojlanishi, aholi salomatligini ta'minlash hamda milliy iqtisodiyotning o'sishiga xizmat qiladi.